Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Yana bitta obyektimizni santexnik ishlarini deyarli yakuniga yetkazmoqda biz. Bu obyektimizdan ham sistemda ham topli pol, ham radiatorlarimizdan foydalanganmiz, ko'rishingiz mumkin. Ishimizning sifatiga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Xudo xolasa bu joylarimizga komentarmas joylarini chiqarib ketganmiz. Gilzalarni qo'yib chiqamiz. Baho berish o'zingizlardan. Ko'pchilik so'rashadi, topli pol qilgan ishlar narx-navosi qanaqa hozirgi vaqtda deb. Xo'p, radiator tochkalarimiz mana shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, endi bitta narsani inobatga olinglar. Sifat hammada har xil. Misol uchun bizning ishimizda zo'r unaqa demaymiz. Hammani o'zini ishini belgilagan narx-navosi bor, ya'ni o'zini mehnatiga yarasha pul oladi. Lochoy sistema bo'ladigan bo'lsa, radiatorlarimiz lochoy sistemada bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa bitta tochka radiatorimiz biz 600 ming so'mga qo'yamiz. Ya'ni har bitta tochka radiatorimiz 600 ming. Misol uchun bitta xona ikkita 1200 ming so'm bo'ladi haqimiz. Agar mabodo kollektor misol uchun bitta xonaga bitta etajiga 8 ta radiator bo'ladigan bo'lsa, kollektorga alohida yana pul olinadi. Eng global mavzu topli polni kvadrat metri nech bilan qilinadi hozirgi vaqtda. Biz o'zimizning narx-navomizni aytamiz. Biz boshqalar narx-navosi haqida ma'lumotga ega emasmiz. Ya'ni mana shunaqa holatda akkuratni, idealni qilinadigan topli polimizni qaranglar. Ish bilan ishni farqi bo'ladi. Yana ta'kidlaman. Ish bilan ishni farqi albatta bo'ladi. Buni farqi borligini qurilishga aloqasi bor, qurilishdan sal bo'lsa ham xabari bor, arxitektor, dizayn akalarimiz yaxshi bilishadi. Mana shunaqa akkuratni, idealni qilingan ish 1 kvadrat metr topli pol narxi biz hozirgi vaqtda 60 ming so'mga qilmoqdamiz. 60 ming so'mga qilmoqdamiz. 60 ming so'mga nimalar kiradi desanglar, topli pol tagini tozalaymiz, dalbit qilamiz, boshqa qilamiz, dempermentlar yopishtirib, anaqa ekspres mahsulotlarni qo'yib, topli polni zamashman holatga keltirishimiz kvadrat metri $5 ga aylanadi. Grubi $5, grubi bo'yatgan 60 ming so'mga aylanadi. U narsa 60 ming so'm bora narxi o'zgarishi mumkin. Ya'ni kvadrat kichik bo'lsa, narxi ko'tarish mumkin. Kollektorimiz e'tibor qilsanglar, kollektorimiz mana shunaqa holatda go'zallikni qaranglar. Qanaqa akkuratni, idealni ish qilingan. Ko'rib odam maza qiladi. Mana shunaqa topli pol narxi 60 ming so'm, ya'ni $5 dan topli polni kvadratini qilamiz. Ob'yom qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 500-600 ming kvadratdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, narx-navo yana kelishiladi. Ya'ni 1000-2000 kvadratli obyektlarimiz bor qilganmiz. Joyiga 45-50 mingdan ham qilganmiz. Topli polni yashirib nima qilamiz? Xo'p, suv tochkalar haqida keladigan bo'lsa, hozir aplikasiya ishlarini amalga oshirmoqda. Suv to'kilmani ko'rishingiz mumkin. Buni yopishmagan shogirdlarimiz. Qaranglar. Suv tochkalar bitta ikkita suv tochkalarimizning narxi, har bitta suv tochka narxi biz qilayotganimiz 150 ming so'm. 150 ming so'mga nima kiradi desanglar, qaranglar. Bitta suv tochkamiz, ikkita suv tochkamiz, doshka ikkita. Mana shu ko'rib turgan ikkita rakminaga ikkita tochka bor. Unitazga bitta tochka bor, stiralkaga bitta tochka bor, doshka ikkita suv tochka bor. Kanalizatsiya tochkamiz ham xuddi shunday 150 ming so'm atrofida bo'ladi. Shumka qiladigan bo'lsa, yo'qmi? Ko'rishingiz mumkin. Shunga izolyatsiya qilganmiz, narx-navo o'zgaradi. Shunga izolyatsiya qilgan bo'lsa, narx-navo o'zgaradi. Ancha qo'shiladi. Kanalizatsiyani ham tochkasi 150 ming so'mdan qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Topli polni bo'yatganda 60-65 ming so'm atrofida qilib beramiz. Turba trassalarga alohida pul olinadi. Misol uchun ob'yomga qarab, turba trassaga pul olinadi akalar. Esingizdan chiqarmanglar. Xo'p, radiatorimizga aytdim, 600-650 ming so'm atrofida, 650 ming atrofida radiatorga tochkasiga olamiz. Suv tochkalar 150 ming so'm olamiz. Bu ham ob'yomga qarab o'zgaradi. Ko'tarilishi ham mumkin, kamayishi ham mumkin. Yana takrorlayman, ob'yomga qarab o'zgaradi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu mezoratsiya qilganmiz. Bunga alohida pul olamiz. 2 so'm qilganmiz, ko'rasizlarmi? Ko'rinibdi. Qaranglar. Umuman ovoz chiqmaydi. Yana nima narx-navo haqida gapirsak, suv tochkani aytdik, topli pol kvadratini aytdik, radiator tochkalarimizni aytdik. Xo'p, yana narx-navo kollektorga alohida pul olinamiz, uni aytdik. Qisqasi, ish mana shunaqa ideal bo'lsa, menimcha bu narx arziydi. Endi ko'zimiz bilan ko'ramiz. qanaqa ish qilib biz qanaqa narx olayotganligini ham ko'rdik. Chunki biz kim necha marta boshqa chalasiga borib chalasini tugatib berganmiz.